Ko'rdingizmi siz endi? O'sha odamni. Charchamayapsizlar. Assalomu alaykum. Dunyoga chiqdinglar. Mana sizni elingizdda mana shu kunni Voy, vaqtida aylanib mana shu ukaman Eldor. Bitta o'ynaychi. Eldor men ukam radnoyim. Po'lat aka. Sizni nimangiz? Instagramda ko'ramiz. Ben pulamadim o'sha chempionat. Ko'p ish qo'ymaysizmi shu kuni? Yo'q, o'sha kuni ko'radigan kunimiz. Shunaqa yayrab 9:30gacha turdi. Pichu. Ilohim xayr bo'lsin. Dunyoga kezdinglar. Hammajon o'zingiz nima qilsangiz bo'ldi, endi oshxonamda olib choy narsalar yasadim. Qo'li xamirida haligida ham. Qo'llarim hamma Yashxonadan tushganman yerdan. Abdulla obiyasini Qaysini? olib kiramiz ichkariga. Qanaqa qilaylik? O'zi Qanday qilaylik? Ha, deydi. Bundan tashqari yana nimalar pishirishni bilasiz? Chuchvara. Chuchvara tayyorlaysiz, ha? Keyin ko'rpa qo'yadi. Ha, ko'rib. O'yinli odam ko'raman. Qaqali shoshilyapsiz. Ashulada berasan. Yalab qo'yish yo'q. Bollarni Bitti. Assalomu alaykum. Muborak bo'lsin deydi. Sağ olun. Ne yapıyorsun? kubiklar ma'quli? Eldor va pochcham bo'ladi, tog'ammi? To'g'andan katta kiyovlar olib yuribdi. To'g'andan ekan. G'alaba muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Ha, ko'nglim kelur. Ko'raman Ular 8:30 soat ovora bo'ldim. Alloh rozi bo'lsin. Yo'q, Farruxga. Qolib ketaver. Akam, muborak bo'lsin. Charchab qolmayapsizmi? Bo'lmasa rasm bo'lsa ham, bunday tushgan bo'lsangiz Sima hazırlanan. Hamisha omad. Çok? Yes. Ha, конечно, merci. Bu yollarda açıldı. Yok, ben külmeyelim, ben mamalarım. Sonra nima qilganlaringizni aytib qo'ying. Yok, iltimos, reski manga qaraysiz. Aynan. Bizlarni. O'zlari yasabdilar. 8 ta laflarni ajratib. Nima? Qo'lchoq. Qo'lchoqni ishdi. Xotirani. Hozir momalar ham aytayaptiki, yana o'yinlar bor, xudo xolasa. Bitta golga hushyor bo'lasiz. Xudo xolasa. Shuni makkam ushlab berasiz bu. Qolgani zo'r. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Ne rasmingiz bor-a? 6-9. Achini bilgi iloji bo'lsa bersangiz. Men chiroyli qo'rqib yani. Hazır bu. Yaxshi kunlarda. O'zim ichirayman turdim. Bunga nima deyapsiz? Nima qilganlaringiz? Endi Boturjon, sizlarga ham aytdim. Men uxlaganim yo'q. Sizlarni men muxlislaringman. O'sha kuni ham soat 3:30 dan boshlaganman, odam yig'ishdi.
lazerlargacha shu universitet oldiga olib chiqdim. Nimaga? Stadionga qo'yishmadi. Kirgizishmadi. Kecha bo'yim pastlik qildi. Setkadan sig'madi. Bugun ertalab tushgan bo'lsa, mana Yangitda bitirdim. Xudo xohlasa sizlar uchun. Balki o'yindan chiqarib berasiz. Bosar. Biz yaxshi niyatli insonmiz, biz san'atkorman. Mani bitta qadrdon ukam bor, jigarim. Mana Zohid, qolaversa Mahamadjon. Uxlamasdan shuni tanladik. O'sha naqshlargacha. Tuni kuni siz o'qib qoldi, shuning uchun sovg'am berolmay qoldik. Biz ha, Ahmadjonlar. O'sha yoshligingizda ham men Nefsida o'ynardim. Yaxshi niyat qilgansiz. Mana niyat xolis ekan. Ilon dunyo kezing. Jahon chempionatlariga chiqib, hamma havas qilsin, ko'z tegmasin, oyoqqa kuch-quvvat bersin Alloh. Faqat yo'llaring ravon bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'linglar, umrlaringiz bo'lsin. Bitta qarziga bo'lsin. Mana bu sizga yaxshi chiqdi. Sho'ring rasmga. Nima qilamiz? Endi Ular endi eng yaqin kunlari. aha. Biz aytganmiz. Ularni nima qilasiz? Hani qizil spark bilan nima bitta aytib bersak, yuramiz aka. Ular